Ko'chada gaplashib o'tirsiz, biznes planiga kelib bo'ladi. Bittasini bilasizmi? Deb pista chaqib o'tirib. Bolalar rivojlanmasa bo'lmaydi, bolalar biznes qilmasa bo'lmaydi. Ko'tarilishimiz kerak, qolib ketyapmiz. Xo'p, nima biror narsa bormi ona to'rtburchak kallang ichida desiz? Ha, plan bor, o'ta kattigi bor. Kalla kalkulyator. Mo'g'arab turish, bank ochamiz deydi. Qanaqa bank, nima bo'ladi u? 75% dan kredit beramiz deydi. Voy, uncha pulni qayerdan olamiz? Biz pulimiz yo'q, siz 50% lik banklardan olib uni yopamiz-da deydi. O'tayda, sen Ahmadboyga o'xshab bo'lyapsiz. Yo'q, bizning nomimiz bank bo'ladi, hech kim ke aralashtirma qo'ying demay deb tursiz. Unda basseyn ochaylikmi deydi. Nima bo'ladi uni plyusi siz? Korоче, reklama qildiramiz, kirish tekin bo'ladi deydi. U zo'r hamma keladi, lekin qayerdan foyda qilamiz siz? Chiqish pulli bo'ladi deb beradi. Challarni qaranglar, haqiqatda qattiq ishlaydi deb tursiz. Kvartira qilib turib deydi, bezaks berishyapti deydi. Ashuna qilsak ham bo'ladi biz ham deydi. Instagramda reklamalar ketyapti. Soat 200 ming so'mdan. Va 200 mingdan qoplamay qolasiz. Soat 200 ming videoda tushirish $1000 qilib qo'yamizda, indamay